va 9 millimetrli patronlar ketadi. Savollar bormi yana? Ha, bo'ldi. Tugatgan bo'lsang tezroq bo'l, ovqatlanishimiz kerak, chunki bugun 10 kilometrlik marsh brosok bo'ladi. 10 kilometrlik jin ursin. Sizlarni joningizni tegmadimi? Yo'q, meni jonimga tegdi bularning hammasi. Ya'ni nima demoqchisan? Axir Vince menga qo'shilsang kerak, chunki shuncha vaqtdan beri bilasanmi, haftasiga necha marta marsh brosok qilyapmiz? Kamida 5 marta. 5 marta dam olish kunlarini hisobga olmaganda, mayli. Bilasizlarmi, bularning hammasi meni jonimga tegdi va sizlarga nima desam ekan, harbiy to'ntarish uyushtirishni taklif qilaman. Harbiy to'ntarish? Ha, lekin unchalik hech kimga hujum qilmaymiz, shunchaki qamalib olamiz va ovqat yeyishdan bosh tortamiz. Menimcha FVO yordam bersa kerak, chunki filmlarda ko'rganman shunaqa bo'lganini. Agar yordam bermasa-chi, bilmadim, lekin yordam bersa, bilasizlarmi, birinchi talabimiz bu o'zimizni komandirimiz qaytishi bo'ladi. Mana bunga menimcha unchalik yaxshi fikr emas. Mana bu qiziq lekin. Xo'sh, memlarimiz bizlar generalni zulmidan qutulishimiz kerak. O'zimizni komandirni qaytaramiz. Bularning barchasiga yetarlicha chidadik. Bir oydan beri bizni qiynashyapti. Xo'sh, memlarmisizlar? Bilmadim-ku, lekin Veder bilaman. Menimcha yaxshi g'oyadir. Yo'q, menga yoqmayapti. Agar bizni urushib berishsa-chi? Urushib berishsa, agar urushib berishdan qo'rqib hozir bu yerda o'tirsak, qiynalamiz. Undan tashqari, agar o'shanda balki harakat qilganimizda hammasi o'tib ketardi deb armon qilib yurishimizni istaysanmi? Mayli, nima bo'lsa bo'ldi, men sizlar bilanman. General hozir yuk mashina yonida hovlida bo'lishi kerak. Agar qarab kelsang, biz biror nima o'ylab topardik. Xo'p, mayli. Unda bilasizlarmi, men shuni taklif qilaman. O'zimizni kazarmamizga berkinib olamiz va eshikni yopib tashlaymiz. Sizlar bolg'a va doskalarni tayyorlab qo'yinglar. Bu bilan Vince va men shug'ullanamiz. Mayli. Qolganlar bir-biringizga yordam beringlar. Mayli, men hozir kelaman. Xo'sh. Agar general o'sha yerda bo'lsa, uni chalg'itishga harakat qilaman. Jennerson, umid qilamanki hammasi o'xshaydi va komandirimizni qaytarib olamiz. Sekin, o'sha yerda gaplashib o'tiribdi. Yoniga borishim va so'rab ko'rishim kerak qachon yo'lga otlanishimizni. Lekin hozir vaqt yo'q. Mayli, yigitlarga aytaman. Xo'sh. Yigitlar, rostdan ham general o'sha yerda turibdi. Harakatlaringizni boshlanglar. Hozir bir necha daqiqadan so'ng ishni boshlaymiz. Hamma men bilanmi? Ha, men sen bilan. Men ham. Men sen bilan. Hammamiz sen bilandir. Ajoyib. Ishonchingiz uchun rahmat. Biz komandirimizni qaytaramiz. Yaxshi. Hamma ishonyaptimi menga? Demak, men ham ularga ishonishim kerak. Umid qilamanki, hammasi o'xshaydi. Xo'sh. Yaxshi. O'rtoq general, murojaat etishga ruxsat eting. Ruxsat etaman. Nima bo'ldi? Bizni marsh brosokkacha qancha vaqtimiz qoldi ovqatlanishga, ya'ni 10 daqiqangiz bor. 10 daqiqa. Tushunarli. Narsalarni yig'ishimizgacha. Narsalarni yig'ishingizga xuddi shuncha yana. Yoshlar, isqinab yuralarni yeyishni istamasmikinlar? Tushunmadim. Nimaga kelmayaptilar? Darrov bo'lib qolardi oshxona. Hojatga ham 10 daqiqa. Xo'p bo'ladi, katta rahmat. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Uni yetarlicha chalg'itdim degan umiddaman. Menimcha kamida 1-2 daqiqa o'tirib turdim, ammo yigitlarga aytsa kerak. Hammangiz yig'ilib olibsizlar. Xo'sh, yaxshimi? Ha, doskalarni qutiga solib qo'ydim. Hammasi tayyor do'stim. Yaxshi, shu yerdami? Yaxshi, yog'och to'siq, molotok va yana yog'och to'siq. Xo'sh. Pastki tomondan agar derazalardan kirib olishsa-chi? Menimcha unday qilishmaydi, chunki derazalarni yana o'rniga qaytarib qo'yish kerak. To'g'ri. Mayli, yaxshi, qoqib qo'yaman. Ajoyib. Bu yoqqa ham. Bu yoqqa yaxshi. Ana, bo'ldi. Asosiysi sindirishmasa bo'lgani. Agar sindirsa, lekin ruxsat nima qilamiz? Bilmasam, mag'lubiyatni tan olamiz va boshqa safar bilasizlarmi, agar sindirishga harakat qilishsa, shkaflar bilan to'sib tashlaymiz. Bu yaxshi g'oya. Bo'pti yigitlar, endi nima qilamiz? Endi kutish qoldi xolos. To'g'ri. Mayli, unda hamma o'z xonasiga kira qolsin. Shu tariqa shu yerlarga kelib qoldim. Hikoyang achinarli. Eshitdinglarmi? Menimcha general. Hozir tekshirib ko'ramasizlar, o'tirib turinglar. Yura qolmagan bo'lib borsanmi? Sen Leo shu yerda tur. Agar biror nima bo'lsa, yigitlarni chaqirasan. Xo'p, ketdik. Jennerson. General ko'rmayapti. Menimcha menga eshitgan yo'q, chunki Vincent ham eshitdi. Xo'sh. O'rtoq general, murojaat etishga ruxsat eting. Bu nima o'ynamoqchilik? Men sizlarni yarim soatdan beri kutib o'tiribman. Bilasizmi, biz ochlik e'lon qilamiz, to'g'ri. O'zimizni komandirimiz qaytmaguncha shu yerda qolamiz. Nima? Bu qanaqangi bolalar bog'chasi bo'ldi? Hech qanaqangi bolalar bog'chasi emas. Biz katta yigitlarimiz va nima qilayotganimizni bilamiz. Generalimizni qaytarmasangiz bu yerdan chiqmaymiz, hattoki ovqat ham yemaymiz. Ochlik emas. Hojatxonaga qayerga chiqasizlar? Gullarning tagiga. Nima? Bo'ldi. Men o'zim seni tribunalga jo'nataman. Undan avval eshikni och. Yo'q. Faqatgina o'zimizning komandir kelganlaridan so'ng.
Ha, mayli, sabrimni sinaysizlarmi? Mayli, bo'ldi, hali ko'rasizlar. Agar bitta so'zim bilan eshikni buzib ketishlari mumkin. Ha, bilamiz, siz juda ham kuchlisiz, zo'rsiz, lekin o'rtoq general, bizni ham tushuning. Axir kichkinagina xatoni deb bizni shunchalik qiynash shartmi? Kichkinagina xato sizlardek bir kishi o'lib ketdi. Lekin generalimiz nima aloqasi bor? Istasangiz Vinsni chetlashtiring, to'g'rimi Vins? Xuddi shunday, mendek butun jamoa aziyat chekishi bu adolatdan emas. Tushundingizmi? O'rtoq general, biz yomonlik istamaymiz hech kimga. Sizlar buyruqlarga bo'ysunmayapsizlar. Bu yaxshilik bilan tugaydi deb o'ylamayman. Biz shunchaki o'zimizni komandir qaytishlarini xohlaymiz xolos. Agar jazolash kerak bo'lsa, Vinsni jazolang. Yo'q, hammangizni jazolayman. Komandir esa hech qachon qaytmaydi. Shuni bilib qo'yinglar. Demak, ketdik. To'g'ri, bu bilan gaplashganning foydasi yo'q. Lekin bilasanmi, o'zi katta odam yana qilayotgan ishni-chi. Xo'sh, nima bo'ldi? Xullas, general ko'nmadi. Demak, bu yerda yana 1-2 kun turishimiz kerak. Nima qilamiz, Vins? Turamizmi? Aytgancha menda pistolet qolib ketibdi. Jenurson, Nima bo'ldi? agar ular qurol kamligini ko'rib qolishsa, ya'ni shkafdan olganingni bilasanmi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ular bu yerga shturm qilishadi, eshikni buzib kirishadi. Jenurson. Derazalardan ham kirishlari mumkin bo'ladi. Nima uchun? Shunchaki bittagina pistolet uchunmi? Albatta, chunki xavf solyapmiz. Jenurson, nima qilamiz endi? Bilmasam qaytarib joyiga tashlab kelishing kerak. Lekin qanaqasiga? Biling, menda bir g'oya bor. Bizni xonamizda deraza siniq, o'sha yerdan sakra. Ro'sinim. To'g'ri, buni o'sha yerga tashlab sinfga kirishim kerakmi? Albatta. Jenurson. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi, asosiysi challengeimiz buzilmasligi kerak. Challenge. Hozir. Nima qayoq? Ketib qoldimi? Okey. Kela qol, Vins. Bu yerdan sakrash qiyin bo'ladi. Jenurson, Vinsga. Vins, atarma. Nima bo'ldi? Gapirsangchi. Hech nima. Bo'ldi. Hozir sakrayman. Voy, nima bo'ldi senga? Hech nima, ko'zimga nimadir ko'ringandek bo'ldi. Xo'sh, menimcha balandlikdan. Bo'ldi endi. Joyga qaytarish kerak. Jenurson, ishqilib meni askarlar ko'rib qolmasin yoki general bo'lishiga tashlayman. Jenurson, kelib qolishlari mumkin. Bo'ldi. Yaxshi, shkafga solishga vaqt yo'q, shunga tashlab ketaman. Ma'qul. Jenurson, endi qanday qaytaman? Yo'q. Vins, qayoqqa ketding? Menga arqon tashla yoki narvomi bilmasam. Yo'q. Darb, bu yoqqa qara, qo'y. Nima bo'ldi? Askar? Bu yoqqa kel, bu yerda teshik bor, kirishing mumkin. Ajoyib. Hozir yopaman, bo'la qol. Katta rahmat. Arzimaydi. Yaxshi. Darb, bu yerga tushmaganding-ku. Bu qora afson, o'rtoq general. Bo'ldi. Yaxshi, Jenurson. Xo'sh. Yigitlar, Qaytdingmi? Vins qani? Xonada senga arqon tashlamoqchi edi. Shunaqami? Xullas, general meni ko'rmadimi? Menimcha yo'q. Ajoyib, Jenurson. Hamma narsani tashlab keldim, ya'ni pistoletni. Xullas, bo'ldi. Bu ishimizni o'ylamanki, bizga hujum qilishmaydi askarlar. Kutamiz. Albatta. Ishqilib komandirimizni olib kelishsinda, agar o'xshamasa juda ham yomon bo'ladi. To'g'ri aytasan. Mayli, qani endi Vins, Jenurson. Mayli, topib kelaman hozir. Darb, pastda muammo bo'lyapti. Nima muammo? Komandirimiz keldimi? Yo'q, muammo bo'lishi mumkinmi bu? Menimcha yo'q. Xo'sh, yurchi. Hayron qolasan borsang. Okey. Qiziq, nima bo'lyapti? Kovboylar, urushish shart emas, hammasini tinch yo'l bilan hal qilishimiz mumkin. Uni aytishicha, taslim bo'lishimiz kerak emas, chunki hojatxonaga chiqmoqchi. To'g'ri. Nima, menga qarshilik qilmoqchimisan? Bizlar shuncha kutganimiz axir bekor ketadi. Bu nimasi? To'g'ri aytayapti, eshitdingmi? Meni qornim ochib ketgan, tashqariga xohlayman. Jenurson, sen hech narsani tushunmaydiganga o'xshaysan. Sen tashqariga qo'ymaymiz. Yaxshi, yo'lni ochganingiz ma'qul. Ko'tarishimga to'g'ri keladi. Nima? Leo, axir boshdan biz bilan eding-ku. Qornim ochdi meni ham. Jenurson, oshqozon qo'llari. Shuncha kutganimiz bekor ketadi. Menga farqi yo'q. Jenurson. Shundan qo'rqdim. Urush shart emas. Nimalar bo'lyapti? Jenurson, Vins, urma. Bermaganing ma'qul. Bu yerdan qo'y. Mayli, bo'ldi. Yigitlar, urushmanglar. Jenurson, bu mumkin emas. Hammasi bekor ketadigan bo'ldi endi 100%. Meni nega uryapsan? Yaramas. O'zingizni hayvonlarday tutingiz. Nima deyishni ham bilmayman. Safdoshlaringizni o'rganingiz yetmagandek, o'zlaringiz ham. Undan tashqari bir nechta askarlar juda ham qattiq jarohat olishgan, bilasizlarmi? Shu haftadayoq xizmatdan chetlashtirilasiz. Qolganlar esa o'ylab ko'raman, lekin ochlik e'lon qilganingizcha bir-biridan battar, qanaqadir nima deyishni ham bilmayman sizlarni. Jenurson, xullas. Jenurson.
Undan tashqari komandiringiz qaytmaydi. Men hali o'ylab ko'rishim mumkin edi, ammo bundan keyin yo'q. Men hammangizni tarqatib yuboraman. Hali shoshmay turinglar. Bu hodisadan so'ng Vinsni boshqa bazaga jo'natishdi. Buyruqlarga bo'ysunmagani uchun xizmatdan chetlatildi. Lekin boshda o'zini biroz qo'pol tutgan bo'lsa ham, keyinchalik u yaqin do'stimga aylanib qolgandi. Ayniqsa topshiriqni bajara olmaganimizdan so'ng biz yana ham mustahkam do'stlikka ega bo'lgandik. Men unga achinaman. Afsuski, u bizni tark etdi. Kimdan, lekin sendan kutmagandim, sotqin. Bu yerdan yo'qol. Ko'zimga ko'rinma. Biz sen bilan ortiq do'st emasmiz. Mayli, o'zing bilasan, men shunchaki buyruqlarga bo'ysunish tarafdori edim. Lekin mayli, seni tushunaman. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bu yerda bir o'zim yashayman. Leo ketgandan keyin bu yer albatta ho'llab qoldi, ammo hech bo'lmasa tunda havo toza va hech kim xurrak otmaydi. Balki o'zim o'tirman. Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan men Derpmanman va armiyaga xush kelibsizlar. Kimni aldayapman? Yolg'iz qolib bilasizlarmi? Kunlar shunchaki bir-biridan farq qilmaydigan darajada bir xil o'tyaptiki, nima deyishni ham bilmayman do'stlar. Bilasizlarmi? Men 10 yilga chiday olmasam kerak. Yoki o'zimni o'ldirib qo'yaman, yoki meni bu yerdan chetlashadi. Chetlatilishga harakat qilaman. Do'stlar, lekin bilasizlarmi? Xo'sh, bugun menga xat kelish kerak edi. O'rtoq Jeytil aytgandiki, bugun menga xatlarni olib kelishini. Shuning uchun ham hozir xatlarni olishga boryapman. Umid qilamanki, hech bo'lmasa uydan menga yaxshi xabarlar kelgan. Mayli, hozir borib hammasini ko'raman. Qiziq, hozir yigitlar hayron qolishayotgandir o'zim bilan o'zim gaplashayotganimga. Darp yolg'izlikdan o'zidan ketyapti deb. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Do'stlarimsiz baza xuddiki xo'llab qolganday bo'ldi, ammo Leo juda ham yomon ish qildi va men uni kechirmayman. Uni tushunsam bo'ladi, ammo meni urib ketganichi, bu umuman aqlga sig'maydi. O'tgan ishga salovat. Bu haqida o'ylamasligim kerak. Mayli. Xo'sh, umid qilamanki, hammasi yaxshi. Uydagilarim xursand va bu yerda 10 yilga qolib ketishimdan ular jahl qilishmaydi. Assalomu alaykum o'rtoq Jeytil. Chiqib mumkinmi? Albatta, kela qol, seni kutayotgan edim, Darp. Xo'sh, menga xat keldi. Shuning uchun ham seni chaqirdim-da. Hola qol. Katta rahmat sizga. Ikkita ekanmi? Birinchi manzildan, ikkinchi. Ajoyib do'stlar. Demak, sevgan qizim ham xat yozib yuboribdi. Ajoyib do'stlar. Juda ham xursandman. Hech bo'lmasa nimadir bu yerda pozitiv narsalar bor. Unchalik hammasi yomon emas. Yaxshi do'stlar, yaxshi. Umid qilamanki, meni kutadi. Agar kutmasa, bilasizlarmi, bu juda ham katta katastrofa bo'ladi, katta falokat bo'ladi. Yaxshi do'stlar. Juda ham hayajondaman, chunki hozir bilib olamiz uydagilarim va sevgan qizim nima deyishini. Mayli. Umid qilamanki, hammasi yaxshi. Xo'sh do'stlar, juda ham nima desam ekan, mas'uliyatli moment, shuning uchun ham like bosinglar. Xo'sh, salom o'g'lim. Dadamdan ekan, yozuvlardan tanidim. Xo'sh. Salom o'g'lim. Albatta, u yerda uncha vaqt qolishing biz uchun unchalik ham qulay emas, ammo o'z yo'ligini topganingdan xursandman. Yaxshi. Onang ham xursandligini aytib qo'ydi, ammo bilamanki, chin qalbdan seni juda ham qattiq sog'inadi. Onajonim. Xo'sh, bu yoqqa. Hammasi yaxshi bo'lsa, biz xursandmiz. Unutma, seni har doim yaxshi ko'ramiz. Bo'ldi do'stlar, tugadi. Albatta, axir dadam unchalik ham ko'p yozmaydilar. Ajoyib do'stlar, xursandmanki, yaxshi qabul qildilar. Masalan, urush bermadilar, lekin urush bersalar nima bo'ladi? Xo'sh, endi sevgan qizimdan. Assalomu alaykum, Darp. Va alaykum assalom do'stlar. Yaxshi, xo'sh, boshlanishi yomon emas. U yerda uzoq qolishingizdan xafaman. Juda ham sog'inishim aniq. Albatta. Xo'sh. Ustingiz but va qorningiz to'qligidan juda ham xursandman. Asosiysi sog' bo'lsangiz bo'lgani. Yaxshi. Do'stlar, qani qiziq, meni kutish haqida yozmaganmikin? Mayli do'stlar, hozir ko'ramiz. Umid qilamanki, yozgan aks holda o'lib qolishim aniq. Xo'sh. Sog'lom bo'lsangiz, ustingiz but va 10 yil qolishingiz albatta yomon, lekin sizni kutaman. Yaxshi, xo'sh. Agar kerak bo'lsa 100 yil ham. Do'stlar, ajoyib. Yana nima yozishni ham bilmayman. Bu yerda hammasi yaxshi. Uydagilaringizni ko'rib turibman. Xo'sh, bo'ldi.
Qolgani mayda chuyda gaplar, lekin ularni o'zim o'qiyman. Ha, menimcha sizlarga qiziq bo'lmasa kerak. Shuning uchun ham do'stlar, ajoyib bo'ldi. Bugungi kun yaxshi o'tdi sizlarga aytsam. Ha, yolg'izlikda ham bu yerda bir nima qilib yashash mumkin. Sizlarga esa nima deyman? Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat va kelasi qismda ko'rishguncha xayr do'stlar. Sog' bo'linglar. Знаю, свой город, сам люблю,